Endi bolajoninglar gilaminglarga narsa to'kib, chizib tashlasa, baqirish hojati ham yo'q ekan. Shu gilamdan bitta olib bersanglar, bemalol artib olib ishlataver ekansizlar. Bu rezinkali gilamimiz bolajonlar uchun juda ham xavfsiz ekan. Yiqilib tushganda ham hech qatiga shikast yetkazmas ekan. Bu gilamdan qizim uchun zakaz qilib bermasam bo'lmaydi deb Xitoy programmalarimga kirdim. Har xil rasvetkadagi va har xil razmerdagilari bor ekan. Mana shu razmerini, narxini ko'rdim. Narxi ham juda ham hamyonbop ekan. Narxi 3860 yuan. Endi so'mga o'giramiz. 3860 yuaninglar 65841 tiyin chiqdi. O'zimizdagi narxlarni qarasam 237 ming so'm ekan. Voy dedim-da, Xitoydan birdaniga zakaz qilib yubordim. Zakazim ham bir hafta ichida yetib keldi. Endi raspakovkasini birgalikda qilamiz. Menga mana shu gilam kargosi bilan 80 ming so'mga tushdi. Og'irligi 200 grammcha boradi. Unaqa og'ir gilam emas ekan. O'zimizdan 200 mingga olgandan ko'ra Xitoydan 80 ming so'mga zakaz qilganim juda ham zo'r bo'ldi. Shuncha pulim kistamda yonimda qoldi. Buni chiroyliligini qaranglar qizlar, rasmi bilan birga bir bo'lib keldi-ya. Siz ham Xitoydan sifatli, arzon, brendli tovarlarni olishdi, rasmi bilan birga bir zakaz qilishni xohlasanglar, men o'zim Xitoy kursimga start berdim. Xitoy kursimda 0 dan boshlab top professional darajasigacha o'rgataman. Xitoy kursimga yozilish uchun mana shu nomerimda Telegramim bor. Telegramdan yozsanglar, Xitoy kursim haqida podrobniy ma'lumotlarni olasizlar. Uyda o'tirgan holda pul topishni xohlasangiz, onlayn magazinlar ochib yaxshi daromad topishni ham Xitoy kursimda o'rgataman.